Necha marta aytganman, nega tushunmaysan? Tupoy, tovuq miya. Turmushga chiqmagan qizlar diqqatiga. Abuzer mavzusi juda ko'p turmushdagi ayollarni qiynaydi va siz bu tuzoqqa tushib qolmasligingiz uchun 5 ta asosiy belgisi. To'ydan oldin birinchisi, u sizni cheklov qiladi, ya'ni nazorat qiladi, erkinligingizni cheklaydi. Qayerga boryapsan, qayerga ketyapsan, kim bilansan, darhol yetib boraman, telefoningni ber. Ya'ni u xuddiki ota-ona yosh bolani nazorat qilganida kabi. Kim bilan yozishyapsan? Dugonam bilan. Ha, ber. Nimaga? Ber. Ikkinchisi, darrov sizni o'ziniki qilishni istaydi, ya'ni voqealar rivojini tezlashtiradi. Sevaman, o'laman, to'yni tezlashtiradi. Sizni sovg'alar, syurprizlarga ko'mib tashlashi mumkin. Bular aslida tuzoq, chunki yetuk erkak u sizni oldin o'rganadi. Bu qanday, o'zi menga to'g'ri keladimi bu juft degan ma'noda. Uchinchisi, sizni xohishingiz qalbingiz bilan hisoblashmaydi. Ya'ni unga faqat to'ydan keyingi o'zini rejalari qiziq. Sizni qalbingiz, xohishingiz emas. Boshqacha qilib aytganda, uning qafasiga qanotsiz qush kerak. Kamsitish, yerga urish, tupoysan, kallang ishlamaydi, buni ham bilmaysanmi, shuni ham bilmaysan, xullas hokazo, ya'ni qanotni qayirish deyiladi bu. Qattasan, kim bilan yuribsan? Qanaqa dugonalar, lokatsiya tashamanga boraman hozir. Beshinchisi, bu klassik janr. Agressiya, jahl, emotsiyasini nazorat qila olmaslik, devorni urish, nimanidir sindirish. Bilasizmi, o'z emotsiyasini nazorat qila olmaydigan erkak boshqa bir ayolning qalbini hurmat qilmaydi. Agar qo'l ko'taradigan bo'lsa, unda darhol qochish kerak. Qani ber. Ber.